Assalomu alaykum. YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan hamyurtlar, xudo xolasa yana bir xonadonimizni o'zimiz Andijon viloyati Asaka tumani Fayzobod mahallasida yakunlab berdik. Ko'rasizlar, o'zinglar bahol berasizlar. Yoqqan bo'lsa albatta layklar maqlab o'tib ketasizlar. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilinaveradi. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab. Xo'sh, aziz vatandoshlar, bu xonadonimizning robotxona qismi bo'ladi. Robotxonamizga MDF gullarimizdan foydalandik hamda bir dona kosmos gullarimizdan qo'yib berdik. Atrofiga tashqi navo qilib berganmiz. Oppoq. Xo'sh, aksessuarlari mokriy, tilla hamda oq. Bu xonadonimizning tashqari ko'cha tomoni 92,5 metr tarnov ishlatganmiz boshidan oxirigacha. Xo'sh, tunikafon bo'lmagan joylariga ham boshidan oxirigacha aylanasiga hamda ichkari tashqari tomonlariga besti tarnovlarimizni qo'yib berganmiz. Xo'sh, ko'cha tomoni ham qoshli fason 90 gradusli tunika hamda devor tagini tashqi navo qilib berganmiz. Aksessuarlari mokriy hamda tilla oq bo'lgan belbog'lar. Kamanlarni mokriy qilib bergan. Bu xonadonimizning ichki tomoni. Bu xonadonga ham boshidan oxirigacha besti tarnovlardan qo'yib berganmiz. Bu aka-ukaning uyi mana yerdan bo'lingani uchun bu yog'i tunika bo'ldi. Xudo xolasa rizqimiz qo'shilsa bu yog'ini ham davom ettiramiz. Xo'sh, bu xonadonimizning ichkari tomoni. Xo'sh, bu xonadonimizga 129 kvadrat tunika rasxod qildik hamda 20 metr MDF gullarimizni qo'yib berdik. Bir dona kosmos 92,5 metr tarnov. Tunikalarimiz 04 qalinlikdagi Toshkentimizning tunikalarimiz. Bu xonadonimizga o'xshi 26,5 million so'm rasxod qildik. Hamma rasxod ichida lesa, usta haqi, samaris, kilet, nima mahsuloti bo'lsa ichiga kirib ketgan kosmos hamda atrofidagi gullari ham biriga.